Suvdan gaz chiqadi deyish bir qarashda ertakdek tuyuladi, lekin Hindistonda bu allaqachon haqiqatga aylanmoqda. Greenwise kompaniyasi oddiy oshxonani butunlay o'zgartirishi mumkin bo'lgan texnologiyani taqdim qildi. Oddiy suv olinadi va elektroliz orqali vodorod hamda kislorodga ajratiladi. Hosil bo'lgan vodorod darhol yoqiladi, ya'ni u to'planib qolmaydi. Shu sabab portlash xavfi deyarli yo'q darajaga tushadi. Eng hayratlanarlisi, samaradorligi atay 100 ml suv va 1 kWh elektr bilan 6 soat ovqat pishirish mumkin. Bu oddiy qurilmalarga nisbatan bir necha barobar tejamkor degani. Yonish jarayonida zararli gazlar chiqmaydi, faqat suv, bug'a va kislorod ajraladi. Demak, bu nafaqat iqtisodiy, balki ekologik jihatdan ham toza yechim hisoblanadi. Ayniqsa ventilyatsiyasi yomon oshxonalar uchun juda qulay. Yana bir katta ustunligi, bu tizimni quyosh panellari bilan ishlatish mumkin. Elektr tarmog'i bo'lmagan joylarda ham foydalanish imkonini beradi. Bu esa qishloqlar va chekka hududlar uchun katta imkoniyat. Narxi esa hali ham ko'pchilik uchun balandroq. Bir konfortali varianti $1000 dan oshadi, lekin bu texnologiya rivojlansa, kelajakda gaz va elektr o'rnini bosadigan haqiqiy inqilobga aylanishi mumkin. Xo'sh, siz ham shunga o'xshash ajoyib ixtirolarga guvoh bo'lganmisiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.